Yana remont mojarosi. Qayerga qarama, kimdir yo uborkasini olib chiqarmadi yoki remont. Sizlar ham shunaqa deb o'ylayverib jonlaringga tegdimi? Lekin ayollar, to'g'risini aytinglar, shu remont, uborka videolari biz uy ishlarini san'at darajasigacha olib chiqishimizga, ko'nglimiz qolib ketgan ishlarni endi muhabbat bilan qilishimizga sabab bo'lyapti-yu. Ko'pchiligimiz motivatsiya olyapmiz-ku, to'g'rimi? Men ham sizlarga motivatsiya beray deb mana shu buvim rahmatlikni qaror suqib ketgan xonalarini xo'jayinimni miyalayverib, egavlayverib remont qilishga ko'ndirdim. Qani kiygunimcha, ishdan kiygunimcha chiroyli qilib yig'ishtirib, sal odam bashara qilib qo'ysang remont qilib beraman deyishdi. Xonani yig'ishtirishdan avval 2 soat o'yladim. Bu xonani abo'y qilsakmi, emulsiya qilsakmi, qanaqa xona yaratib qo'ysak, bundan nima maqsadda foydalansak bo'ladi deb ChatGPT bilan ham maslahatlashdim. Avval tozalab yig'ishtirib, keyin sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin borkani birgalikda qilsak qiziqroq bo'ladi deb o'yladim. 1dan 10gacha baho berasizlar borkaga. Xonani postli holati ham, remontdan keyingi holati ham qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'jayinim kelishiga xonani tayyorlab qo'ydim. Sizlarga ham yoqdimi? Xonani ancha tozalangani bilindimi, nima deysizlar?